Chiqmay men o'lay. Qish keldi deguncha shu. Metanda o'chirib ko'p, propallar narxi oshgan, benzin yopiq. Bunaqada biz qachon ko'karamiz? Qish ham bir kunda kevola qoldi. Assalomu alaykum aka. Yandeksizmi? Ha, Yandeks. Haydang. Ha aka. Sizlarga ham mazza bo'lib qoldi. Qiynalmay, kuniga 1 million topsanglar, oyiga 30 million bo'lyapti. Yandekschilarga bo'lib qoldi hayot. Voy bila. Ha, aka bizga emas siz. Yerdan shifr olyapmiz. Rosa ko'p pulimiz. Kuniga 1,5 milliondan topamiz. Bizda ham problemalar bor aka. Radar bor, remin bor, gay bor. O'shandan orttirib ro'zg'or qilyapmiz. Oddiy bir qator kiyinish uchun 10 kun ishlashimiz kerak, jon aka. 10 kun ishlamasangiz kerak endi bitta kiyimga. Hozir men bitta joyga ketyapman. Shu yoqqa birga boramiz. Abidgacha ishlagan pulingizga bosh oyoq kiyinasiz. 10 komplet. Aka king. Imperiya do'konlarida ichi mehli oyoq kiyim. Bu ham kurtka ham 179 mingdan. Yunusoboddan odam oldingiz. Chilonzorga tashladingiz. Bitta oyoq kiyimchani bosdingiz. Mazzam Yandekschilarga. Yuring. Aka, mazza emas. Aka bu hali hammasi emas, bu yoqking. Qarang, bu voykalar ichi qalin, kurtka o'rniga ham bosib yuborasiz. Moshinchada mazza qilib, Malibu rangi qanaqa edi? Oq. Oqidan ham bor. Hamma voykalar 259 mingdan. Mazzam Yandekschilarga. Aka, siz o'ylaganchalik mazza emas lekin. Aka king. To'yliqdan odam oldingiz. Qora suvga tashladingiz. 99 mingga shimni luboyni bosdingiz. Mazzam Yandekschilarga. Aka, siz o'ylaganchalik mazza emas Yandexchilarga. Kalakani ko'rmadingizmi? Men kiyib olgan mana issiqqina xudilarni hammasi 125 ming. Kemayotgan hamma aksiyadagi narxlar Imperiya do'konlarining hamma filiallarida dekabrgacha amal qiladi. Yandex sheriklarga aytib qo'yingki, bossin. Mazzam Yandexchilar